Istanbul, 2024-yil. Shu o'zbeklar hech ham yoqmaydi. Doim shunaqa deysan. Nega yoqmaydi? Mening otam o'zbek. Lekin 1997-yilda O'zbekistondan chiqib ketgan. Sabab davlatni arzimagan $5000 o'margani uchun 15 yilga qamalishi kerak edi. Keyin u qochib ketgan. Siz o'zbeklarga osh pishirganing boshqa joy topilmadimi? Turkiya biz uchun o'z vatanimizdek. O'zbekiston ham turklarga o'z vatanidekdir. Qolaversa, oshimiz halol. Xohlagan joyda pishiramiz, xohlagan joyda yeymiz. Agar ozroq kutsanglar, sizlarga ham osh beramiz. Internetda o'qigandim. O'zbeklarning qo'lidan faqat paxta ekish keladimi? Agar haddingni bilmasang, qo'limizdan yana nimalar kelishini ko'rasan. Bayraq ham shunaqa xunuk bo'ladimi? Bu bayroq meni dadam tan olmagan bayroq. Muqaddas bayroqqa iflos qo'lingni tekkizma. Qaddingizni bilganingizda kaltagimizni emas, oshimizni yerdingiz. Yaxshilab eshiting. Bu bayroq O'zbekiston bayrog'i. 100 dan oshiq millatlardan iborat 38 million xalq shu bayroq ostida birlashadi. Bayroqdagi qizil rang bilasizlarmi nima? Bu bayroq bo'lish uchun to'kilgan qonlardir. Bu bayroqqa hurmatsizlik ko'rsatgan kim bo'lishidan qat'iy nazar qarshisida bizni ko'radi. Bu bayroq hilpirab turish uchun kerak bo'lsa o'lamiz. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. O'zbekdek